Assalamu alaykum, hörmetlik Uyghur televiziyasi görürmenleri. Bugünkü söhbetimizde kıymetlik mehmanimiz Kırgızistan Jalalabad vilayeti Uyghur Milli Merkezi'nin reisi Elşir Efendi bilen O'rta Asya ve Kırgızistan'daki Uygurlar hakkında sohbet edip barımız. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aldı bilen söhbetimizge qoşulganlığınızı karşıladınız. Rahmet etimiz. Ben de teşekkür ederim sizlerge. Allah razı olsun. Teklif kılganlarga. Aldı bilen siz özünüzde kıskaça bir tanıştırıp ötken bolsanız. Ben Alisher Nasırakhunov, Kırgızistan'ın Jalalabad vilayetinde tuğulup ösken bir şeyde. 1961 tuğulgan. Bizden dadılarımız Kaşgarning Yeni şehirden çıkan, 32 yılı çıkan. Çıkıp şu Bargana Vadisi'ne kap ketip, Engen, Oş vilayetlere gelip, ahire şu Jalalabad şehre gelip, oralaşıp kalgan bir şeyde biz tuğulup, yaşayıp, ulgaygan Uygurlarını, parizatlarımız. Rahmet. Siz şu Kırgızistan'daki şu Uyghur Milli Merkezi'ninki kuruluş jarayonu ve kılayotgan hizmetler hakkında bir kısaca tushuncha bersangiz. Yaxshi. Kuruluş jarayonu har xil shaklda bo'lgan. Qachon kimlar tarafidan qurilgan? Dastlab Jalalabad viloyatida 1991-yil boshlagan. Dernekte diasporanın kuruluşluğunu başlayan Kamal aka degan doktor adam bo'lgan. Hamda Jalalabad shahrining deputati, millat vakili bo'lib ishlagan. Çoğun şu viloyat doktorxonasida şu yosh bolalarning banisasini qurdirib, maxsus qurdirib, şu yerdagi asbob uskunalarni olib keltirishga katta xizmatlar qo'shgan şu akamiz bo'ladi. Şu akamiz 1991-yillarda Uyghur Milli Merkezi'ni tashkil qilgan odam bo'ladi. Undan keyin qolgan akalarimiz bo'lgan. Musahane degan akamiz bo'lgan. Undan keyin Ro'zahne degan akamiz raislik qilgan. Undan keyin yana bir ikkisi bo'lgan. Oltinchisi men shu yerda raislik qilib qoldim. 2018-yildan boshlab uni o'sha Uyghur İttifoq Jamiyatining viloyat Uyg'urlar İttifoq Jamiyatining Oqsoqollar komitetining raisi bo'lganman. 2018-yildan shu Jalalabad viloyat İttifoq Uyg'urlar Milliy Merkezi'nin reisi bo'lib hozirgacha davom ettiryapmiz. Bu merkez Kırgızistan'daki Uygurlar üçün nima xizmatlarni qilib kelyapti? Xitoyga qarshi qanday ishlarni qilib kelyapti? Kırgızistan'ga nihoyat ko'p ishlarni qilyapti. Qaysi prezident keladigan bo'lsa, albatta shu prezidentni davlatni boshqaradigan siyosatini qo'llab yordam qilib keladi bizning Uyg'ur Milliy Merkezimiz. Hokimiyat ishlarida aralashtiramiz. Har qanday bir tashabbuslarni olib chiqadigan bo'lsa, bizmi o'zimizning tashabbusimizni Uyg'urlardan vakolatan bir o'zimizning marosimlarni uyushtiramiz. Yani qanday mana bu yilgi prezidentimiz Sadir Nurg'o'jayev kelganda, Sadir Nurg'o'jayev kelganda bu yeşil muras, yani ekologiyani, yeşil ekologiyani saqlab qolishlik uchun shu dunyoda shu problem ko'tarilyapti. Shuningdek harakat qilib, shu mushkullarni hal qilsak degan programmani siyosatni ko'tarib chiqdi. Tunji qatim bo'lib, vallohu alam shu biz Kırgızistan bo'yicha Jalalabad viloyatidagi Uyg'urlar Milliy Merkezi birinchi bo'lib biz shu siyosatini qo'llab chiqqanmiz biz. Ya'ni Yeşil Muras deb Kırgızistan jarani, ya'ni Kırgızistan fuqarosi degan temada Uyg'urlarimiz shu temani ko'tarib chiqib shahar valiyligida shu tashabbus bilan biz katta yordam qildik. Ya'ni ko'ktallarni ekib, bola bog'chalarga borib, bola bog'chalarni shu ko'ktallarni ekishlik, buni parvarish qilishlik to'g'riliq shunaqa tashabbuslarni, da'vatlarni qilib, yosh bolalar bilan birgalikda shu daraxtlarni ekib, shunaqa marosimlarni o'tkazdik. Bu tunji qatim bu siyosatni qo'llagan Allah'ın biz
Jalolabad viloyatining Uyg'urlar ittifoq jamiyatining aktivlari bo'lamiz. Yani şu Kırgızistan'ın yeşillaştırış, muhitini yaxshilash, muhitni yaxshilash to'g'riliq tashabbusini biz ko'tarib chiqdik. Shu prezident Sadir Nurg'o'jayevning siyosatini qo'llab birinchi Uyg'urlar qildi. Har qanday bir ishlar bo'lsa, siyosiy harakatlar bo'lsa, biz Uyg'urlar jamiyati oqida qolmasdan shu 8 dernek bor Jalolabad viloyatida. Shu derneklarning ichida ham aktiv qatorda turib biz ishlarni shunda tashabbuslarni qilamiz. Bu 8 dernek degan Uyg'urlarning dernegimi yoki boshqa? Yo'q, 8lar boshqa millatlar. U yerda o'zbeklar bor, tojiklar bor, turklar bor, ko'k turklar bor, ahsa turklari bor. Shu nemislardan bor, ruslarniki bor. Bu Kırgızistan'da qanchalik Uyg'urlar, ya'ni Sharqiy Turkistonliklar yerlashgan? O'zi umumiy oladigan bo'lsak, Farg'ona vodiysida 1920-yili 300 ming Uyg'ur Qashqardan chiqqan ekan degan statistika bor. Endi bu u chaqlarda otishdan, yog'uljidan degan gap yo'qdi, Qashqardan chiqqan degan gap bor ekan. Shuna siyosat. Shu 1920-yili 300 ming Uyg'ur chiqqan bo'lsa, Farg'ona vodiysiga hozir yo'q deganda milliondan eshib ketdi. Lakinki hozirgacha 300 ming bo'lib yozilyapti statistikada. Nimaga deganda, chunki shunday vaziyatlar bo'lgan qatag'on repressiya deb qo'yadi ruslar tilida. Qatag'on davrida bizning Uyg'urlarimiz ko'pi bexatirjam bo'lgan. Eng ko'plar ko'p bizga jafo yetkazgan Uyg'ur millatimizga. Shunda bo'lgach ko'p Uyg'urlarimiz o'zbek, qirg'iz deb nobusga yezilib ketib qolgan. Bu Uyg'urlar nima uchun chiqqan Qirg'izistonga? Qirg'izistonga chiqishning sababligi hayotning nacharligi. Ya'ni u yerda besim ko'p bo'lgan. Ya'ni bizning milliy qadriyatimiz, diniy qadriyatlarimiz besimga uchragandan keyin vatandan chiqishni boshlagan. 1933-yili Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurildi. Bu qurilishning oldidagi kurash Xitoyga qarshi nurg'unlagan qurolli inqiloblar bo'ldi. Bu shu jarayonda nurg'un baylarninki shu jumhuriyatning qurilishida iqtisodni bamastlik uchun chiqqan degan ash kishilar shunday kishilarmi yoki boshqa kishilarmi? Yo'q, unday kishilar yo'q deb o'ylayman men. Bu yerda ko'pchilik har xil sabablardan chiqib qolganlar bor. Bizning shaxsiy oilamizdagi avvalni deydigan bo'lsam, katta tijoratchi bo'lgan ekan cho'ng dadamiz. Shu cho'ng dadamiz o'zini bolasini Sovetga elib chiqqan 32-yili. Shu balami ichida shu vatan tuyg'usini saqlab qoladigan, milliy tuyg'uni saqlab qoladigan, tilimizni, madaniyatimizni saqlab qoladigan birlan balam bor ekan. Shu balamni Sovetga elib chiqay. O'shani jon saqlab qolsin, biz vatanda bosimga uchrab qoladigan bo'lsak, o'sha yerda tugab ketadigan bo'lsakmi, avlodimizdan bizni qadriyatimizni saqlab qoladigan farzandlardan o'sha yerda qolib qolsin. Qolganlarga bizning tariximizni, madaniyat tillarimizni uyutadiganni bizdan avlod qolsin deb bizni dadamizni o'sha yerga tashlab ketgan ekan Sovetga. Anjanga tashlab ketgan ekan. Bundanlardan ko'pchiligi bor. Shu jon saqlab chiqqanlar ko'p. Ya'ni avlod saqlash, madaniyat saqlash ko'p bo'lib qolgan. Ko'p odamlar shu Sovet davrida Uyg'urlarimiz bodi keldi qilib turadi. Anjandan keladi, Toshkentdan keladi, O'shdan keladi, O'zgan hammasi kelishib shu uyda o'tirib hasratlashib, vatanda qanday bo'ldi ekan, qachon biz vatanga qaytib ketamiz ekan, qachon ozod bo'lamiz ekan deb shular yig'izo qilib bodi keldi qilib turadi. 1928-yili statistikada 300 ming Uyg'ur borlig'ini aytdingiz hozir. 20-yili. 20-yili. 1933'te Cumhuriyet kuruldu. 1944'te yana birisi qurildi. Shu vaqtlarda nima uchun qaytib ketmaydi? Qaytib ketganlarmi bo'ldi. 1933-yili Islom Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurilishidan burun bizdan ko'plari ketgan u yerga. Umum ketganlar bor ekan, yordam qilgani. O'tamay qolganlar bo'lgan ekan. Undaylarmi bor? Chegarani to'sib o'tgandan keyin. Ko'pchilik bolamlarga qolib ketganlar ko'p bo'lgan. Hozirgi masalan deb o'tdingiz, masalan o 1920-yili 300 ming Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, hozir shu 80 yil, 90 yil atrofida necha millionga bo'lgan bo'lishi mumkin Uyg'urlarning nüfusi.
Endi mushu Uyg'urlarninki, Qirg'izistondagi Uyg'urlarninki hozirgi Uyg'urlar mushu vatanimiz uchun hozirgi mushunda qirg'inchilik qilib berayotgan Xitoyninki zulmini to'xtatib bularni qo'g'lab chiqarish uchun nimalarni qila olamiz deb o'ylaydi yoki bo'lmasa u Xitoy bilan hozirgi Sharqiy Turkiston masalasiga qarata ular qanday fikrda? 1920 yillar shu 300 ming Uyg'ur chiqqan bo'lsa, hozir men shunda turyapti. 300 ming deb statistika berilyapti. Ammo ko'p. Chunki yuqori degandek ko'p qatag'on bo'lib ketganda o'zbek, qirg'iz deb nopusi yozilib ketgan pasporti bor. Mushlar deganlar ko'p hozir. Lekin men Uyg'urman deganlar nihoyatda ko'p. Lekin o'zbek pasportida, lekin Uyg'urman deydi. Uyg'ur davosini qiladi. Lekin bo'layotgan dunyoda bo'layotgan hozir 21-asr kibernetika, elektronika kuchaygan davr zamoni. Bu zamonda hammasi xabardor. Vatanimizda bo'layotgan ishlardan, ma'lumotlardan xabardor. Lekin hammasi salbiy munosabatda. Ya'ni qirg'inchilik bo'layotadi, assimilyatsiya bo'layotadi. Buni axborotlarda ko'ryapti xalq. Albatta norozi. Chunki bir millat 2000 yildan o'shiq tarixi bor, madaniyati bor, tili bor. Bunday millatga bir besim o'tkazilgandan keyin assimilyatsiya bo'lgandan keyin albatta har qanday nafaqat Uyg'ur, boshqa millat vakillarini qalbi og'riydigan. Uyg'urlarga nihoyatda boshqa millat vakillari, bizning o'zimizni diasporadagi millat vakillarini qattiq pushaymon chekadi. Chunki bizning millat vaqti soati kelganda shu 15 respublikaning ichidagi millatlarga shu mustaqil bo'lishlik uchun bizning Uyg'urlarimiz katta hissasini qo'shib yordam qilgan, astoydil belni bog'lab. Chunki biz turkiy millatlarimiz, poydevorimiz, yıldızımız bir deb Qirg'iz bo'ladimi, Uyg'ur bo'ladimi, Qozoq bo'ladimi, Turkmanmi, Tojikmi, Tatarmi, Turkiy sistemidagi millatlardagi tuqqanlarga katta yordam qo'ygan. Mustaqillikni qo'lga kiritishlik uchun. Endi orada biz mana endi qolib qoldik. Lekin qolgan millat vakillari albatta bizni beshimizga tushgan voqealardan albatta yaxshi munosabatda emas. Undaqda mushu hozirgi vaziyatda bir Qirg'izistondagi Uyg'urlar ma'lum bir ish faoliyatlar bilan shug'ullanadimi yoki shu qalbi og'rish bilan biz mushu bir fursat kutib xalqaro vaziyat shakllanganda vatan uchun bir iqtisod chiqarib kurash qilib qilamiz deb bunda fursat kutib turyotamdi. Qirg'izistondagi xalq, shu xalqning ichida Uyg'ur ham bor. Hammasi qanday siyosatning bo'layotganini ko'ryapti. Shularning qatorida bizning Uyg'urlarmi, Qirg'izistondagi Uyg'urlar albatta yuqori degandek har qanday bir prezident keladigan bo'lsa, albatta qo'llab-quvvatlab, opayotgan siyosatlarni qo'llab-quvvatlaydi. Albatta bir Qirg'izistonda yashagandan keyin bu bizning ikkinchi vatan bo'lib qoldi o'sha yerda. Bizning ota-bobolarimiz, Uyg'urlarimiz o'sha yerda nafaqat jon saqlash bo'lgan yuqori degandek. Qirg'izistonni, masalan, Qirg'izistonni oladigan bo'lsak, Qirg'izistonning fuqarosi sifatida men shuni nima qilyapman? Qirg'izistondagi kelib yashagan Uyg'urlarimiz shu bo'lsin, inqilob davrida bo'lsin, shu Sovet havasida, Ikkinchi jahon urushida bo'lsin, jahon urushidan keyingi vaziyatlarda bo'lsin, bizning Uyg'urlar bir chekida turgan yo'q, balkim ilg'or saflarda turib har qanday iqtisodiy bo'ladi, ma'naviy tomondan yordamlarni ko'p qo'ygan. Bizning o'zimizning Jallovotda mana hozir kitob yozilyapti. Bishkekda Qirg'iziston Uyg'urlar degan umumiy kitob chiqqan. Buni sobiq ittifoq jamiyatining Bishkekdagi raisi Ortiq Abdurahmonov chiqargan bu kitobni. Alloh rozi bo'lsin. Lekin bu umumiy shaklda shu mustaqillikqa chiqsin deb tezak chiqargan ekan. Bu Qirg'iziston janubidagi Uyg'urlar ko'pchilik qolib ketgan. Shuni davomlashtirib biz Qirg'izistonning janubidagi Uyg'urlar degan temada bir kitobni chiqaryapmiz. Ayni shu kitobda bizning Uyg'urlarimizda yashagan holati qanday bo'lgan? Ular qanday lavozimlarda ishlagan? Ya'ni yuqori degandek jahon urushi bo'ladimi, inqilob urushlari bo'ladimi, jahon urushidan keyingi hayotlarda katta ishlarda ishlab davlatning rivoji uchun, Qirg'izistonning rivoji uchun ko'p ishlarni qilgan. Hattoki bizning mana shu Uyg'ur millatimiz haqiqatan
milliy taomlarga usta xalq ekanmiz. Qirg'izistonda umumiy oshpazlik sohasini bizning Uyg'urlar qo'lda tutib turgan. Uyg'urlar shu bosh oshpaz, shef-povar deb qo'yadi. Bosh oshpazlar Uyg'urlar bo'lgan. Shu chog'larda hattoki moda bo'lib ketgan oshpaz bo'laman deb, Uyg'urlarga o'xshash oshpaz bo'laman deb havas qilib, shunday gaplar, moda gaplar bo'lib ketgan. Oshpazlikka o'rganib, shogird tushib, ammo oshxonani boshliqlari Uyg'urlar bo'lgan. Uyg'urlar boshqargan. Ikkinchi jahon urushida masalan bizning Uyg'urlar endi siyosiy vaziyat jon saqlashlik kerak ekan. Ko'pchilik bizni NKVDlar bo'lgan chog'da qatag'on qilib, ular Uyg'urlar bundan kelgan shpion bular degan gaplarni qilib, so'lab, qamab mashina qilgandan keyin endi siyosiy jihat ekan, ko'p jihatdan, moddiy jihatdan yordam qilgan. Hatto tanki chiqarishga, aeroplan chiqarishga, boshqa soha o'q, qurol yarog' chiqarishga Uyg'urlar, boy Uyg'urlar pul chiqarib, moddiy jihatdan yordam qilib, shu Stalin tarafdanmi tashakkurnamalar Uyg'urlarga kelgan. Shunday Uyg'urlarimiz katta ishlarni qilgan. Hatto ocharchilik bo'lgan davrlarda bizning Uyg'urlar bir to'rg'am nonni bo'lishib, boshqa millat vakillari bilan qudanda bo'lib, shunday qilib yordam qilgan. Topgan boyligini o'zi yemasdan xalqqa tarqatgan bizning Uyg'urlar. Qirg'izistonda, boshqa yerlarda ham shunday, ammo Qirg'izistonda biz ko'zimiz ko'rganmiz. Har qanday nachar oila bo'ladigan bo'lsa, qo'li ko'ksida qo'ldan kelgan yordamni qiladi bizga. Shularning qatorida men boyatan dedim, Uyg'urlar diasporani tashkil qilgan akamiz, bu odam katta doktor bo'lgan, kandidat bo'lgan, millat vakili bo'lgan, banisalarni qurgan, shu shifoxonalarni, yoshlar, kichkina bolalarni shifoxonalarni qurib, asbob uskunalarni olib kelishlikka Jalolobod viloyati katta hissasi bor shu odam. Undan tashqari Ibrohimjon Tojiboyev degan akamiz bo'lgan, bu umumiy qurilish sohasini boshqargan odam bo'lgan. Yangi planlarni, yangi moda uylarni, nimalarni, proyektlar, projelarni olib kelib, shu akamiz ishlar qilgan. Oshpazlik sohasida boshliq bo'lgan oshpazlarimizdan Mariya aka deb qo'yadi, Mariya aka, Turdoxon aka degan bizning dadamizning ustozi odamlar, ulardan tashqari shu odamlar bo'lgan. Qosmoxon aka degan odamlar bo'lgan. Nurg'un Musoxon aka yaxshi ustalar, shu oshpaz katta ustalar ishada bo'lgan. Shu odamlar xalqni ta'minlash jihatidan katta rol o'ynaganlar. Jalolobod xalqiga katta yordam qo'llanib ishlayotgan odamlar. Bunda odamlardan ko'p. Ama Xudoyim buyursa bu kitobimiz qisqacha men so'zlarni qildim. Kitobimizda bu odamlar to'g'riliq chiqadi inshaalloh. Soqchilar sohada ishlagan, sud sohada ishlagan shundoq akalarimiz bor, harbiylar bor, yoshlardan bor, hozirgi davrda endi shu ota-bobomizning yo'lini bosgan, yo'lida ma'lumotgan yoshlarimiz xizmatdan elib boryotdi. Shu Uyg'urlarning rivoji uchun, Qirg'izistonning rivoji uchun hamda Uyg'urlarimizning madaniyatini, tilini saqlab qolishlik uchun, kimligini saqlab qolishlik uchun albatta katta madaniyatini tanishtiryotdi, tillarini tarqatyotdi. Hattoki mana Qirg'izistonning siyosatida qaysi prezident kelsa, hozirgi mana Sada Nurg'o'jayev shu bizni Uyg'urlarning madaniyatini, tilini saqlashlik uchun katta yo'l ochib beryapti. Buningga biz katta harakatlarni qilyapmiz. Hatto til sohasida maktab ocholmasakmi, tilni o'rgatishlik uchun mana 2 soatmi, 4 soatmi darslik o'tkazib turib, tilimizni, madaniyatimizni rivojlantirishlik uchun bizga yordam qo'lini cho'zadi. Burungi valiylarimiz shunga harakat qilinglar deb bizga ko'p nima qilgan. Qo'lidan kelganicha shu millatimizni ozod bo'lishligi uchun, millatimizni yana oldingi burungi tarixiy voqeasi qaytib kelishlik uchun, tarixiy qadriyatini topishlik uchun, hurvatan ozod bo'lishlik uchun qo'lidan kelgan har sohada ishlarni qilyapti. Bu shu sizlarningki Qirg'izistondagi cho'nglarningki Qozog'istondagi Uyg'urlar bilan O'zbekistondagi Uyg'urlar bilan munosabati bormi? Aloqalashib o'zlarining ahvollarini o'rtoqlashib turgan ishlar bormi? Bu sohada Qozog'istondagilar bilan
Onca rivojlanib ketmedi. Lekin planımız da var. Şöyle rivojlanib Qozog'istondagi Uyg'urlar bilan bog'lanaylik degan planlarımız var. Ba'zi bir sobiq reisler, yani Uyg'ur jamiyatining milliy markazining Shaymardin aka bor. Shu akamiz bilan biz aloqani qilib turibmiz. Biz yangi tanishib mana 1 yil bo'ldi. Allohga shukr. Sanolar bo'lsin. Shu akamiz bilan bog'lanib turibmiz. Ba'zi bir diniy sohada ta'lim olgan ukalarimiz bor. Shular bilan bir aloqa bog'lab, do'stona munosabatlarni o'rnatib, bog'da keldi qilsak degan yaqinda mana Antaliyada bir festival bo'lib o'tdi. Shu yerda xonim qizlar kelgan ekan Qozog'istondan. Shu Gulchechak degan bir marosim bor ekan, bizning Uyg'urlarimizning milliy Gulchechak deb qo'yadigan. Shularni rivojlantirib, Toshkent, O'zbekistonga va Qirg'izistonga kelib shularni bir rivojlantirsak, hamkorlikda xonim qizlar shu Gulchechakdan masalan marosimini ugatib ketsam degan xonimlar bo'ldi. Alloh nasib qilsa shu bog'lanish bo'lsa, bahor oyida keladi O'zbekistonga. Shunda biz taklif qilib Qirg'izistonga bizning Jalol viloyatidagi Uyg'ur xonim qizlarni taklif qilib shu o'zimizning milliy qadriyatlarni yana yo'lga solmoqchi bo'lgan ishlarimiz va planlarimiz. Sizningcha Qozog'istonda qanchalik Uyg'ur bor O'zbekistonda? Qozog'istonda men bilmadim, lekin shu men degandek, yuqori degandek umumiy Farg'ona vodiysida 300 ming Uyg'ur kelgan bo'lsa, hozir 300 ming dedik. Milliondan oshiq Uyg'ur bor. 20 milyon bo'lib ketdi hozir bizning Uyg'urlar. Chunki degandek hammasi o'zbek, qirg'iz deb yozilib ketgan bu pasportlar. Shuning uchun men shu o'zbeklardan ko'ra nimalardan Uyg'urlarimiz ko'p deyman. Hozirgi bergan statistikadan ko'ra aslida 1,5 millioncha Uyg'ur bor deyman. Hammasi Uyg'urman deb yuradi u yerdagilar. Lekin o'zbekcha tilda so'zlashadi. Chunki millatning tili, urf-odati birga o'xshash bo'lgach, osongina shu o'zbek tiliga kirib ketib qoldi. Chunki turkiy millatlar bo'lgandan keyin, ildizi bir bo'lgandan keyin osonlam kirib ketadigan, shuning uchun o'zbek yozilgan bo'lsin, lekin men Uyg'urman deydi. Yaqinda mana O'zbekistondan kelgan Uyg'urlar biz Uyg'urmiz deb haramda o'zlarini tanishtiribdi. Bizning Qashqar qishlarida domlalarimiz borda, Halillar domla, shu O'zbekistondan kelgan Uyg'urlarimizni tanishib qoldi. O'zbekcha so'zlashib o'tirgan, shu yerda o'tirib bilan Uyg'urlar bilan so'z chiqib ketiblar. Bizmi Uyg'ur o'zbekcha so'zlashdikmi? Aslida biz Uyg'urmiz, to'planib turamiz deb shuna qilib o'zini Uyg'urligini izhor qilganlar ko'p chiqyapti. Sizningcha shu Uyg'urlarningki, masalan, Turkiyada bo'lsin, Qirg'izistonda bo'lsin, O'zbekiston, Qozog'istonda bo'lsin, bu yerda yashab shu yerlik xalqlar bilan o'xshash shaklda so'zlaydigan, til o'zgaradigan, yemak-ichmak, boshqa sohalarda o'zgarib ketishiningki shu ziyni bormi yoki ziyni yo'q deb qaramsiz? Bizning millatgami? Albatta har bir millat o'zining kimligini yo'qotib qo'ysa, tilini yo'qotib qo'ysa, tarixini unutib qoladigan bo'lsa, millat yo'qolib ketadi. Buning uchun Alloh taolo astag'firullah va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arufu inna akramakum indallohi atqakum degan oyati bor. Bu Alloh taolo o'zining oyat kalimasida sizlarni har xil bir millat, qabila qilib yaratib qo'ydik, o'zaro aloqa qilishlaringlar uchun degan oyatda ta'riflab shuni bizga Alloh taolo azaliyatdan bizga millatlarni yaratib qo'yganligini o'zi ko'rsatib berdi Alloh taolo. Shuning uchun har bir millatni Alloh yaratgandan keyin o'zlariga yarasha tili, urf-odat, islomga uyg'un kelgan urf-odatlari, madaniyatlari bor ekan, shuni shakllantirib davomlashtirmaydigan bo'lsa, albatta bu xalq yo'qolib ketadi degan. Mening fikrimcha bu yo'qolib ketadigan bo'lsa, bu Allohni yaratib qo'ygan bir millatini yo'qotishlikka hissa qo'shib qo'ydi degan gap so'z mening fikrimcha shunday bo'lib qoladi. Shuning uchun har bir millat albatta madaniyat, tili, kimligi yo'qolib ketadigan bo'lsa, pushaymon chekadi. Siz men biz vazifamiz albatta ko'p millatlik O'rta Osiyodagi millatlar qatorida Uyg'ur millati albatta o'zining kimligi uchun kurashish kerak. Peshona teri qilish kerak. Osonlikcha bu saqlanib qolmaydi ekan. Avlodlarimizga ham shuni o'rgatishimiz kerak. Shu qara deganimdek bizni dadalarimiz shunday deb bir vasiyat qilib ketganki, "Bolam, biz Qashqardan keldik.
bizning vatanimiz bor. Shu vatanni unutib qolmanglar, Sharqiy Turkiston degan nomi bor. Deb bizga oilamizda tarbiya berib kelgan. Shu ruhiy tarbiya albatta bu davom etishi kerak. Undaqda shuncha bola ko'p nüfus bo'lgan 300 ming Uyg'ur bo'lgan bir yerda, bir viloyatda nima uchun o'z tili saqlanib qolmadi? Chunki qatag'on davrlar bo'ldi. Besim kuchlik bo'ldi bu yerda. Sovet mamlakati tomonidan qatag'on repressiya deb qo'yadi. Mujishlar ko'p bo'lg'ach, o'zlarining jonini saqlab qolishlik uchun. Yana bu qilgan vasiyatlari davomiy yo'qolib ketmaslik uchun, madaniyat, til degan narsa yo'qolib ketmaslik uchun ularning siyosatiga ma'lum shu o'zbekcha so'zlashib, boshqa millatlarning madaniyatiga kirib, endi o'xshash bu Turkiya negizimiz, aslimiz bir bo'lgandan keyin ularning madaniyatiga kirishib, Xudoandi bo'lib, o'zini jonini saqlab, til madaniyatini saqlab qolgan. Yana ayni vaqtda demoqchi bo'lganim men toza aniq tushunamadim. Ayni vaqtdagi farqli hukumatlarninki zo'rlash bilan, ya'ni o'zbekcha gap qilishingga kerak degandek bir besimlar bo'ldimi? Endi bunda qarasak, besimi bo'lgan vaqtlar bo'lgan. Uncha emas, lekin millat to'g'riliq shu millatni Uyg'ur emas, O'zbek yo Qirg'iz deb yozilgan gaplar bu bo'lgan, ichki bosim bo'lgan. Lekin keyingi davrlarda shu Sovet tuzumining bo'shab ketganligi, parchalanish arafasida bu gap o'tmay qoldi. Bu kerak emas bo'lib qoldi bu siyosatlar. Uninggacha mushlar siyosatlar bo'lgan va kirib ketishlik tabiiy holat bo'lgan. Chunki bu yerdagi O'zbek, Qirg'iz, Qozoq millatlarining madaniyati, tili bir-biriga Turkiya sistemiga o'xshash bo'lg'achki, osonlam kirib ketib qolgan. Qabul qilishlik oson bo'lib ketgan. Chunki o'xshash bo'lgan, shu tilimiz, madaniyatimiz yo'qolib ketmaydi ekan deb shunga harakat bo'lgan. Ammo mana shu qatag'on davri bo'lganda ko'p Uyg'urlarimiz qamalib ketdi, o'lib ketganlar bor. O tarixiy kitoblarda Uyg'urlarimiz yozilib qolgan qatag'on bo'lgan deb shu mustaqillik uchun, mana Qirg'izistondagi mustaqillik uchun qatag'on bo'lgan Uyg'urlarmi bor. Bu kitoblar yozilib chiqqan. Hozirda buni qoralayotdi. Qatag'on Qirg'izistonda rivoj uchun, balki O'zbekistondagi mustaqillik uchun harakat qilgan millatlarni qatag'on bo'lganlarni yodab turadi. Mana hozir biz deganda Qirg'izistondan shu kitoblar chiqdi. Yaqinda mana yangi prezidentimiz Sadir Nurg'o'jayevich 13-noyabr kuni shu yili xalqlarni 80dan oshiq millatlar bor ekan Qirg'izistonda, shu millat vakillarini chaqirib yig'in o'tkazdi. Yig'in o'tkazib, shu Qirg'izistonning rivoji, birligi, shu 80dan oshiq millatlarning hamkorligida, birligida, umligida rivoj topamiz. Bu yerda biz yaxshi yashashligimiz kerak deb shu yig'inlarni o'tkazdi. 3-noyabrda bundan keyin bizning Jalolobod shahrida umumiy Qirg'iziston bo'yicha 3-noyabr ota-onalarning kuni deb xotirladi. Ya'ni qatag'on bo'lib ketgan ota-bobolarimizning xotirlash kuni deb e'lon qilib, joriy qildi. Shunga qarata biz mi qatnashdik? Bizning viloyat bibliotekasida, kitobxonasida bizning shu Jalolobod viloyat milliy markazimizdan ayollar komiteti raisi Rahilam Sangilova bor, mishada ish qiladi kitobxonada, viloyat kitobxonasida. Shu qatag'onda unga tushgan qirg'izistonliklar to'g'riliq marosimni yig'inni o'tkazdi. Shahar valisi, prezidentning vakili, Jaloloboddagi umumiy mashinama vakili Absattar Sirg'aboyev, shahar valisi, hokimi Ernestbek O'rmoqovlar shu 3-noyabrda qatag'onda o'tib ketgan ota-bolalar kunini xotirladi. Shularga qaytilgandan keyin biz 12-noyabr kuni shunga qarata Sharqiy Turkiston Ichki Jumhuriyat bayramini, tarixiy voqeasini xotirlab, o'tib ketgan qatag'on bo'lgan shahidlarimizni xotirlab, Xalqlar Assambleyasi, ya'ni viloyat, shahar viloyatidagi assambleyadagi dernek, diaspora raislarini chaqirib, mahalla xalqlar to'planib biz xotirladik o'sha yerda. Allah razı olsun. Şimdi ahırda sohbetde sizin kim şu dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'urlarga deydigan Qirg'izistonda qandaysimizdan kim söz bormi, qanday fikrlar bor, qanday tavsiyalar bor. Bu vaqtda azroq so'z qilib bersangiz programmamizni oxirlashtirsak. Yaxshi. Avvalambor butun jahonga tarqalib ketgan mazlum
Milletimizge qo'li uchuq, saxovatchi go'y bo'lgan milletimiz taqilib ketdi. Shu milletimiz butun jahondagilar hamkorlikda bir fikrda bo'lib, bir ideyada bo'lib, bir mushtun bo'lib, shu madaniyatimizni, tilimizni va oxirgi nuqtamiz bo'lgan nishonimiz mustaqillik uchun birlikda, barobarlikda bo'lmasak, ideyamizni chim tutib, bir ideyani qarshi kelib, birgalikda harakat qilishni umid qilaman. Faqat birlik, birlik. Tarixda hammamizga ma'lum. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam birlikdagi olib kelgan hamma. Birlik bilan ish bo'lgan. Ama bundan keyingi birlik bilan albatta oxirgi nuqtamizga yeta olamiz. Men iltijo qilib so'rab ketardim. Butun jahondagi millatparvar, qadr baland bo'lgan millatimiz har yerda bo'lsa, qadrini yo'qotmasdan, millatini, dinini, tilini yo'qotmasdan birlikda bo'lsin, ayriliqdan, tarafkashlikdan, buzg'unchilikdan yiroq bo'lsin deyman. Shuni tilab qolaman. Duoyi xatir nimalar, duoyi salomlar qilib ibodatlar qilib millatimiz, buni ko'ryapmiz. Bu ibodatlar albatta bir kun Allohning nusratiga muyassar bo'ladigan umidimman. Shu muyassar bo'lishligi uchun bizni astoydil birlikda bel bog'lab harakat qilaylik degan umiddaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allah razı olsun. Kıymetli görürmenler, kardeşimiz ve akimizin nait kıymetlik ve özünün tecrübelerini kılgan sözler için gayet rahmet eytimen. Ve bu sözlerden çıkıdığan netice kulası nait köp, bir gün olğan nesle köp. Bunun bana en tesir kılgını şu özümüzdeki meyli dünyanın kaydı bulaylı. Özümüz ve özümüzden evlatları çokum ki özümüzdeki tilini, özümüzden örüp adetlerini saklap kılışkan nahayet ehmiyet verip bunu kızılsızlık halette saklap kılışımız gerekken bunu düşünüp aldım. Tekrardan size rahmet etimiz. Görüşükçe aman boğaysız. Başka arkadaşlar Allah'a emanet boğaysız. Allah'a emanet.